Masihning tug'ilishiga kim va qanday munosabat bildirdi? Iso Masih tug'ilganda odamlar turlicha munosabat bildirdilar. Muqaddas kitob 3 toifani ko'rsatadi. Maryam va Yusuf qabul qildilar va bo'ysundilar. Iso muqaddas ruhdan tug'ildi. Bu haqda farishtalar aytgan, bu haqda payg'ambarlar aytgan. Iso ismi najotkor degan ma'noni bildiradi. Maryam va Yusuf rad etishlari mumkin edi. Ular tinch va osoyishta hayotni tanlashlari mumkin edi. Lekin ular Masihga xizmat qilishni tanladilar. Bu nimani anglatadi? Qulaylik zonasidan chiqishni, sharoitlarga emas, Xudoga ishonishni va Xudo ularni qo'llab bordi, himoya qildi, barakaladi. Sharqdan kelgan donishmandlar izladilar va sajda qildilar. Ular payg'ambarliklarni bilishardi, yulduzlarni ko'rib alomatlarni tushundilar. Ular uyda qolib ketmadilar. Ular qurbonlik qildilar. Vaqtlarini, mol-mulklarini, xavfsizliklarini va najotkorga sajda qilish uchun yo'lga chiqdilar. Siz Masih uchun nimadan voz kechyapsiz? Zodagon va dono kishilar sajda qildilar, ammo diniy rahbarlar sajda qilmadilar. Ular tuhfa keltirdilar. Siz Masih uchun nima olib kelyapsiz? Hirot va ruhoniylar qarshilik ko'rsatdilar va yo'q qilmoqchi bo'ldilar. Hirot Isoni o'ldirishni reja qildi. Ruhoniylar esa unga yordam berdilar. Ammo u Isoni o'ldira olmadi. O'zi esa halok bo'ldi. Sizga shaxsiy murojaat. Masih yuragingizda tug'ilganida siz qanday munosabat bildiryapsiz? Qabul qilyapsizmi? Unga xizmat qilyapsizmi? Sajda qilyapsizmi yoki rad etyapsizmi? Eslab qoling, agar siz Masihni rad etsangiz, u najotkor bo'lishdan to'xtamaydi, lekin siz najotsiz qolasiz. Xudoga murojaat qiling. Xudo, menga haqiqatni och, men seni izlashni, senga xizmat qilishni va ortingdan yurishni o'rgat. Iso Masih nomi bilan. Amin.